Dervişlerning bu haq nima deyishayotganligini bilginiz yo'qmi, pirdosh? Men bilmayman. Assalomu alaykum. Salomni melikanmaysiz-ku, pirdosh. Men bilmayman. Kecha uxlayolmagan o'xshamabsiz. Men bilmayman. Vazifaga qaytganligingizni deyishyotidi. Yunus efendi qozilik qachon qaytadi deb taqozo bo'lyotidi. Men bilmayman. Suyunginimizchilik. Ensirmi do'qlisam xatolashgan bo'laman. Ammo buningmi bir hikmati bordi. Shayximizni nisibasini olgan do'stimiz qozi bo'ladi. Shayximiz hargiz adolatda davlat xizmat qilayotgan birini vazifangizni tashlab dargohga qul bo'ling demaydi. Texim xayrlik bo'lg'ini. Bu bo'lgan bo'lsa, buni buyurgan bo'ladi. Shundoq deb buyurmadimi, pirdosh? Men bilmayman. O'zingizning ishini albatta o'zingiz eng yaxshi bilasiz. Biz faqatla haqqingizda duo qila olamiz. Kech bo'lib qoldi, pirdosh. Sizni mo'jiq avar qilmay. Kechligingiz xayrlik bo'lsin. Sizgimi shu? Qosim efendi. واعف عنا آمين واغفر لنا آمين وارحمنا آمين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. Allah qalbingizni nurli qilsin qizim. Darsni boshlag'ali qanchalik bo'ldi? Qishda boshlagan. 5 ay bo'lay deb qopdi. Bugundan boshlab qorilik darsini Fatima qoriyadan e'lon. Bilaman dada. Bozor masjidida dars beradi. Onangiz bilan berib kelasiz. Kiraz bilan borsangizmi bo'ladi. Atli darsni boshlayman dada. Yaxshi, emisa kechligingiz xayrlik bo'lsin qizim. Konya'ga qanday qaytsan? Otxonada etim bor. Darvish bo'lgan bo'lsang, jon ustida jon bo'lmaydi deydi. Mang'an, bu yo'l nega boradi ko'rib baqay. Bu sen mi Yunus? Sen kim o? İsmin neymi?
Men bilmayman. İsmini mi bilmemsen? Men bilmayman. Yaxshi. Bundan keyin bil emse. İsming Yunus. Diling ve tiling men bilmayman zikrsi bilan yuyulup paklandi. Endi sana vacip emas. Ruxsat bormi shayxim? Ruxsat so'raganga ruxsat bor. Men bilmayman zikrini oxirlashtirgandan keyin menga yangi bir zikr bersangiz shayxim. Kela. Yaqinlash. Yana biraz yaqinlash. Bulanımı sana deb beray. Amma ko'pinchisi sirdir. Boyun egmeganga deyilmaydi. Boyun egmeganga oshiqning sirini eshsang, o siri cho'gilab kelib seni bo'g'idi. Yana kelib bo'lmaydigan yerda tiling tutolmay oshkorlab qo'ydi. Beshingni ko'tar. İki qishingning o'ttirisini ko'rayli. Euzu billahi mineşşeytanirracim. İnna fetahna leke fethan mubina. Nima dedim? Allah. 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 Bo'ldi avladim, sen yenib kelgandan keyin darvish daftarimizga seni yozdik. Allah bu yo'lda davom qilishga nasib qilsin. Hammamiz yeningda. Buni xurofot deb qolma. Ko'nglini darvish qilgan haqiqiy darvishning ilhom, jazbidorligi bor. İşlarni osonlashtiradi. Ammo bu bir sirdir. Bu sir deyilmaydi, balki elinadi. Talib bo'g'uvchi usul bo'yicha ma'noda. Ondan yetib bora oladi. Usul bilan mangmagan uchirtolmaydi. Uchirtolmagan nisibisini ololmagan odam bo'lib hisoblanadi. Ularning ko'rsatgani yo'l emas, xurofot deydi. Biz yo'ldimi yoki xurofotdimi bilmaymiz. Biz ishonganimiz bo'yicha yashashni xohlaymiz. Hammasi mushunchilik. Boshqa haqiqat yo'q. Bizlar haqiqat yo'lida, boshqalar botil yo'lda. Undaqmi deyamaymiz. Yo'lning oxiriga berib kimning haq ekanligini, botil ekanligini ko'raligan kim bor? Biz ishonganimizni, go'zal bo'g'inni bu deb yashaymiz. Undaqda go'zal bo'g'ini nima? Tavhid. Birlik. O eg'izda, dilda, so'zda emas, ko'ngilda. U bir his qilish masalasi. Kitobning betlarida hissiyotlar yozilmaydi. Harflar yoziladi. Ko'ngil har tilda so'zlaydi. Ko'ngil kitobiga harfning keragi yo'q. Sirtdan ko'rgan odam
Ular degan so'pi tog'dan bog'dan so'zlab yuriydi. Sarangning o'zi deydi. Zikr darvishning ichini yo'ritadi. Buning bir usuli, erkani bor. Xalq buni nädan bilsin? Bu yo'l yo'lchisiga ichiladi. Kanay sunaydi to'lab, aholiga jar salamaymiz-da. Biz yo'lning beshidagi bir mo'ysipet, yo'limiz tuzmi, egirmi bilmaymiz. Ammo kishining o'zi kelib so'rasa, yo'lini ko'rsatib qo'yamiz. Ammo bir kishi kelmasa, biz da'vat qilmaymiz. Hamma odam o'zining yo'lini ma'sun. Sen buningdan keyin tilingdan tavhid kalimasini tushirma. Sening zikring la ilaha illalloh bo'lsin. Unutib qolma. Zikrdan boshqa tilni tarbiya qiladigan yo'q. Aholining yeniga chiqqaningda ichingda zikr qil. O'zing yolg'iz qolganda zohir zikr qil. Ammaning ichida tilingda emas, dilingda qil. Bularning hammasi usuldir. Pir murshidlarning erkonidir. Esingdan chiqarma. Usulsiz usul bo'lmaydi. Yo'lga chiqmagan manzilga borolmaydi. Mengishdagi maqsad oyg'imizni upirtish emas. Maqsadimiz manzilga yetish. Yo'l birdir. Bir manzilga boradi. Mavjudlikning hammasi birdir. Hayvondimi, o'simlikdimi, suvdimi, havodimi, osmondimi, ko'zga ko'ringan bo'lsin yoki ko'rinmagan bo'lsin, hammasida jon birdir. Xuddi qo'lingda aynakni tutib quyoshga qarab, o aynakda bir muncha quyosh ko'rinadi. Undaqda o sho'lisining hammasi birdan quyosh sanalamdi. Undaq emas. Undaqda ular quyoshdan emasmi? Aslisi, naslisi quyosh emasmi? Shundaq. Quyosh bo'lmagan bo'lsa, aynakda aks bo'lamdi. Undaqda yo'l quyoshga boradi. Endi qo'pib, hamma narsani sana so'zlab berganning, na sana bir foydasi yo'q, na ma'nosi bo'lmaydi. Faqatli quruq gap qilgan bo'lamiz. Ular yo'lning ustida. Qani ko'rishni bilgan o'zi ko'rsin. Ko'rishni bilmagan ko'ranmaydi. Ko'z o'z oldiga ko'ranmaydi-da. Bu yo'lda ko'zi ochiqlar ko'rlar ko'radigan bo'lib qoladi. La ilaha illalloh, la ilaha illalloh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bo'ladi tilingdagi asma, dilingdagi musammo bo'lsin inshaalloh. Qanida baqa. Unumuda Yangi bir vazifa bergan bo'lsangiz, sheyxim. zikrni tilingdan tushirma. O'ylab beqib, ondan sana munosib vazifa o'rlashtiraylik.
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله رخصتما. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله Atganligingiz xayrli bo'lsin, birdosh. Aqıbetiniz xeyirlik bo'lsin. Dasturxonga taklif qilg'ili keldim. Bismillahirrahmanirrahim. Kela aynaklik. Bu yoqqa kelib o'ltir. Kel. Azroq surlik shu birdosh. Kela o'ltir. Qani, ala. Subhanallah. Ali Toyg efendi. Bundan keyin xohlasangiz sho'rpimizni hujrimizda ichaylik. Aynaklik efendi bu yerda issin. Munosibmi? Uni chiqarib o'tang. Qadsini to'ldirib, quloq qo'shiqni berang. O'zining hujrisida issin. Kel, bu yoqqa kel. Mana. Ağıla. Biz ketayli. Men şunu demekçi. Bu nima degan qiliqsizlik? Bu qanday qoidasizlik? Bu aqldan adashganlarning dargohi emas. Aramızda adashganlar bor. Ma'qul. Ammo biz ularni himoyamizga olamiz. Bizning o'rnimiz ular bilan birga emas. Biz aqldan adashganlar emas. Bizning o'rnimiz ular bilan bir o'rinda bo'lmaydi. Aynaklik xalq ichida adashgan. Ammo darvishlar ichida bo'lsa, vali. Biz Süleyman Aleyhisselam emas. Qo'limizda mühür yo'q. Bu sarang, bu vali deydiganga. Ha, bo'pti amsa. Sinishlik bo'lsin. Ruxsatmi shayxim? Kela Yunus, kela. Seni saqlayotgan edim. Men ko'p o'ylandim. Oxiri sana muvofiq keldigan bir vazifa topdim.
Sen bunundan keyin dergahimizning saqilligini qil Yunus. Suv peshni qo'lingga elib, har kuni saharda Nallıxonning ko'ch-ko'ylarida peqir puhralarga, kep ketganlarga, yo'lovchiga, do'kondorlarga, balalar, cho'nglarga, har bir uyga suvni sen tarqatqin. Sharaf deb bilaman shayxim. Bu vazifa bilan qalbim yo'riydi. Zikrnimi tilingdan tushirma. Zikr darvishning ichini yanqunjitidi. Yalqullamay turib, oshiq emas, tamning kesigimi bo'lamaysan. Darvishning ichi yenishi kerak. Sho'rp qozonda qaynagandek qaynishi kerak. Suv peshni yudib yurgan odamni ko'rganlar bu o't bilan bu suv qaynamo deb qoladi. Biladiganlar biladiki, u o't bo'lmay turib, u suv to'shilmaydi. Bir vazifani qil. Suv peshni elib ishingni bugundilla boshla. Ruxsat elib bo'lsimi, huzuriga bunchalik ko'p kirish to'g'ri emas. Qoida yo'singa diqqat qilaylik, pirdosh. Bu yerda ko'pchilik birga yashaymiz. Deydiganingiz bo'lsa, bizga dang. Muvofiq bo'lsa, biz yetkazib qo'yamiz. Alloh saqlasin. Usuldagi xatolik bizni asosiy xatoga boshlab qo'ydi. Usul erkanga bo'ysunish uchun bir-birimizni ogohlantirishimiz kerak. Shayximizning nima deganini bilamiz. Usulsiz usul bo'lmaydi. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Yunus Efendi, Allah şifalık bersin. Köngünüzge hatırcemlik bersin. Biz bazarga mangan. Bunundan keyin Fatime hanımdan alıdı. Onundan icazet alıdı. İnşallah. İnşallah. Mayli, geç kaldık. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Bayram ağının yarısı tek yaxşı bo'lmabdi. Ko'p harakat qilsa, og'riqi yana qo'zg'ab ketar ekan. Ha, o'qlarni o'zi qipti. Demak, Bayram ağa usti bir to'mirchi ekan. Yunus Efendiga yolvormagan bo'lsa, sening ukang qozini oldirib bo'ladi. Mening akam uning qaynenesi. Menga xafa bo'lgandan berib o'ziga desin. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom ağa. Va alaykum assalom ağa. Xo'sh kelibsiz. Sökbitinglar xayrli bo'lsin. Ha, nima ish qilyapsizlar? Ishinglar qanday ketyapti? Shaytonga tosh otadigan ko'mirga o't yoqatmiz ağa. Allah razı olsun oğlum. Sizga Mushot ağa. Assalomu alaykum Yunus Efendi. Bayram ağamga ayat berdingiz. Emni ko'pchilikka suv beryapsiz. Allah muradingizga yetkazsin. Sizlarga Mushot. Rahmat. Bo'ldi, ishinglarni davomlashtiringlar.
La ilahe illallah. 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 Derviş efendi. Ben suvchi. Suv mening emas. Men faqatla toqitiman. Qaratayda dervişlikni o'rgatmagan. Uni Nallıxon kelib, Toptiq Amirning dargohiga degandingmi? Darvishlik madrasalarda o'rgatilgan bo'lsa, biz o'rgangan bo'lardik. Ha, digine Yunus Efendi. Ahale ussuzluk kandı mı? Derviş üçün turbunun suyu tatlık mı emez, açık mı emez. Turbudan akkan su, turbudan akkan sudur. Suğu tatlık yoki açık deyiş bizning qarashimiz. Suğu tatliq yoki ochiq deyish bizning axloqimizga qarshidir. Su haqiqatning simvoli. Har ikkisini sen to'ldirishing kerak. Turbuning yeniga men suvni to'ldirmay turib bir stakanni qo'yib qo'ysam, 100 yil o'tsimi u stakan o'zligidan to'lib qolamdi. Sen ko'nglingni haqiqat shoqiratmasiga tutmasang, to'lib qolamdi. Bu haqiqat shoqiratmasi kimdan oqadi? İzdab top komil murshidni. Biz nadim bilamiz? Gap ichilgandan keyin sizlarga haqiqat bilan suning aloqasi nima so'zlab beray. Su barliq olamlar ichidagi birinchi bo'lib va eng ko'p bayqalgan yaralmışdır. Suning ustida o't, o'tning ustida havo bor. Havo bilan o'tning borligi oshkora emas. Oshkora bo'lg'ini tunji maxluqot, tunji yaralmış sudur. Mushu sababdan su haqiqatning simvoli. Su o'xshamagan jismlarga qachilansimi, o'xshamagan yo'llarda oqsimi, o'xshamagan ranglar bilan bo'yalsimi, bunisi muhim emas. Mayli Yunusning yudib olgan tulumida bo'lsin, mayli Bag'dodning saroylaridagi oltin qachilarda bo'lsin, suni qachilangan sirtqi ko'rinishi bilan baho berish dervishning tavhid yo'lidagi
adabiga mos kelmaydi. Bu masalaning negizi. Haqdan boshqa bir obyektga iymon etgan suvga ishonadi. Ochiq suvga, tatlı suvga emas. Yaxshi, yomon, chiroyli, saat, tatliq, ochiq deb hukm berish xatodir. Bu haqiqatning birligiga zid. Darvish hargiz bundaq gaplarni tilga elib yurmaydi. Darvish dedik. Qani uni bir tushunib baqayli. Bu darvishlik degan zodi nima? Darviz. Parschada dar ishik, viz oylanib safar qilib yuradigan degan gap. Darvizdan darvish kelib chiqqan. Bu lug'at ma'nosi. Men sizlarga hayotdagi ma'nosini so'zlab beray. Bir komil murshidga bay'at qilib yo'lga chiqqan, adab usuliga boshlagan odam undaqda bu ishning yiltizi nega boradi? Nadin kelgan deganlarni bilish kerak. Shundaq emasmi? Nima bu darvish degan gap? Jilbob toji bo'lanmasi kerak. Undaq bo'lgan bo'lsa, bozorda setilgan bo'ladi. Undaqda dargohda setilgani nima? Bo'pti, unimi so'zlab beray sizlarga. Bularni hamma yerda so'zlab yurmaydi. Ishning haqiqati shu. Muhammad alayhissalatu vassalam deydi-ki, mening peqirligim faqirim. Bu yerdagi peqirlik nima? Biz biladigan peqirlik yo'qlik, kambag'allik. Payg'ambarimiz deydi-ki, mening peqirligim faqirim. Undaqda darvish degan nima? Javob: Payg'ambarning varisidir. Darvish peqirlik ahlidir. Yo'qsullik ahlidir. Peqirlik, yo'qsullik kishining o'z nafsiga shaxsiyatchiligini qo'shib olmasligidir. Hamma narsaning haqqi mansub ekanligini bilishdir. Endi bu nima deydigando deb qolgansizlar. Mayli bo'pti, so'zlab beray. Pirimiz Ahmad Yasaviy hazratlari darvishlik to'g'risida Hazrati Alidan naql qilib turib dediki, agar biri kechida tahajjud namoziga turmay turib, attigini xizmat qilmay turib, shayxlik da'vosi qilsa, ishi botil. Ondan Yasaviy hazratlari Alidan naql keltirib turib nima deydi? Ey darvish, ogoh va dono bo'l. Oldi bilan shariat so'zini, ondan yo'l so'zini, uchinchisi bo'lib haqiqat kalimasini, to'rtinchisi bo'lib ma'rifat kalimasini bilish kerak. Agar biri so'pilik davosini qilib, bularni bilmasa, so'pi emasdir. Bu so'zning egisi biz emas, Hazrati Alidir. Mana Hazrati Alining tilida darvishlik mushundaq. Pirim Yasaviyning tilida darvishlik mana mushundaq. Ish deganning usul erkani bor. U bo'lmay turib yo'lga chiqqan manzilga borolmaydi. 4 maqom, 40 martaba. Ular ishning boshqa sirlari. Bu yo'l oshiq yo'li. Tush egilari bu yo'lga kelanmaydi. Manlikni tashlamay turib, malomat ahli bo'lib, tanqiddan qo'rqmaydigan, payg'ambarning hovlisida yashagan, molsiz, mulksiz sahobalarga o'xshash dunyoni tark etmay turib, darvish bo'lolmaydi.
Nurunuzga bir parcha raq qo'yib olishingiz shart, Pirdosh. Havo bek issiq. To'g'ri deydi. Dumbingiz yar bo'p ketidi. Ha, mana mushundaq raq. Nurungizga qo'yib oling. Burun sening bir eshiging bo'ladigan u yenda. Ko'zini shuningga artatding. U qochib ketdi. Ha, endi bo'ldi. Bu bir 2 kunlik ish emas. La ilaha illalloh, la ilaha illalloh. La ilaha illalloh. La ilaha illalloh, la ilaha illalloh. Yunus Efendi. Tönügün, usulü erkan toğırlıq degan sözlerim sizga ig'ir ketgan bo'lsa, bu qiling. Astagfirullah. Do'st yig'ilib, dushman kuldirib debdikan. Ba'zilar balki o'zi uchun dedi deb qoladi. Ammo yo'lni ko'rsatish uchun dedik. Bizmi boshqa bir yerga borsak, u yerning usuli erkanini bilmaymiz. Ondan bir kelib bizni ogohlantirdi. Biz faqatla o'z yo'limizning erkanini bilamiz. Do'st deb ko'rmagan, do'st deb bilmagan. Nimishqi yo'lni ko'rsatib qo'yg'idek. Sizni jiq avar qilmay, vazifangizga to'salg'i bo'lmay. La ilaha illalloh, la ilaha illalloh. La ilaha illalloh, la ilaha illalloh. Bu burunqi Qazi Yunus Efendiği. Sen nereden bilirsen? Elbette bilimen. Taptık emir hazretlerge derviş bol diye deydi. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Bu adam beni qaqsoqti qildi deysiz, ammo ne dalilingiz, ne bir şahidiniz yok. Ben o vaqtda Bellining bir yeğesiydim. Mana bu bozordagi shogirdlik qiladigan Gökhan mening shohidim bo'ladi. Rasiyatida Qozi hazratlari. O yolg'on aytyapti. Eyip burman. Xata tunubaptı men. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Hoş gepsiz. Miklal tağam yok mu? Yok. Bazada Yunus Efendi'ni gördüm. Kozunu götürüp su taqıtıp şurdu. Kelin ha, o'ltiring.
Yunus efendim ha? Emdi qaz emas, Derviş Yunus dang. Biletdim. Ama dersi inip tuyuqsizla unda qo'lida ko'zi bilan oldimga chiqishiga Bir adam qandoq bo'lib qozilikni tashlab dervish bo'lsin? Nima deb tushundirgili bo'lsin? Toshbaqadan qo'shig'ida pul bor ekan. Qo'yib beringlar, bekat ishlab oladi. Qo'rqotamsan? Qo'rqmayman, nima ish qo'rqadakman. Bo'ldi, qo'yib beringlar. Qutisini yerishimiz kerak. Pullar qutisining ichida. Boğam bir qatam bog'chida ko'ribdi ekan. Sultan Alip Arslan Xon malal girdi ekan to'xtadi. Bu eng uzun umr ko'radigan hayvon. La ilahe illalloh. Derviş geldi, derviş geldi. Kaçınla. Qichinglar. Sana nim bo'ldi oqsoqol? Yaran qanav etibdi. Kela, qani kel. anam bir ishkiroq ilibla yonaman degan. Men darsni yondim, tex hech kelmadi. Nimaga aldiraysiz? Billa qaytmamdiq. Miklal tog'am nerda? Yeziga bemor ko'ygili ketdi. Xo'sh gapsiz. Miklal efendi yo'qmi? Kiraz yeziq ketdi deydi. İşiniz bo'lsa kirazga dam. O dadisining yaxshi talibasi. Maqtig'ingizga rahmat. Desangiz qo'limdan kelishicha yordam qilman. Balalar maydonda o'ynab etib, beshini yerib etibdi. Yoramasdak qiladi. Ziyon yetkazish uchun emas, ammo bir qasddan kesgandek qiladi. Balkim qurchi qilib olgandi. Nima ish qilyapsiz dada? Saqlayapman qizim. Toshbaqani saqlayapman deydi. Yanıla tazalab qo'yay, savob bo'ladi. Ketamsiz? Kiraz singlim tozalab bo'lganda kelib, elib olaman. La ilahe illallah, la ilahe illallah. La ilahe illallah.